Darslarimizning asosiy mavzulari: valyuta juftliklari nima, qaysi paralar bilan savdo qilamiz, forex kotirovkalarini qanday o'qish kerak, pipslar nima va ulardan qanday foydalanish kerak. Hop, birinchi biz ko'rib o'tamiz valyutalarni. Valyutalar mana ko'rib turganimizdek USD, Euro, JPY, GBP, AUD, CAD, CHF, NZD. Ya'ni bularni har bitta davlatni valyutalarini o'zi, juftlik emas, o'zi. Yana bizda bor ekzotik valyutalarimiz bor. Mana ko'rib turganimizdek, o'sha boshqa davlat uzoqroq asosiy muomalada yo'q bo'lgan davlatlarni pul birliklari hisoblanadi. Keyin valyuta juftliklarini o'qiyotganda, misol uchun 3 ta harf bo'lsa, boshlang'ich 2 ta harfi bu davlatning nomi, uchinchisi bu davlatini o'sha davlatning pul birligining nomi hisoblanadi. Bu yerda ozgina xato ketibdi, uzr so'raymiz. Valyuta juftliklarini ko'rib turibmiz. Asosiy mana bu 8 ta valyutalarimiz bor. Bular USD, Euro, JPY shular. Asosiy 8 ta. Valyuta juftliklari deganda biz qaranglar, yana yaxshilab e'tibor beringlar. Yakka valyutani hech qanday qiymati yo'q. Yakka valyutani hech qanday qiymati bo'lmaydi. Valyuta juftligi biror bir valyutani boshqa bir valyutaga nisbati bu valyuta juftligi hisoblanadi. Biror bir valyutani boshqa bir valyutaga nisbati bu valyuta juftligi. Keyin mana asosiy terminni buy, long, ya'ni buy termini ham ishlatiladi, ya'ni yuqoriga sotib olish, buy deb ishlatiladi ko'pchilik, yoki bo'lmasam kimdirlar long deb, long pozitsiya yoki short pozitsiya. Sell bu sotib yubormoq, short bu ham sotib yubormoq. Yo sell yoki short ishlatsanglar bo'ladi. Buy long bilan teng bir xil kuchga ega, sell ham short bilan bir xil kuchga ega. Ya'ni bullish structure yoki bullish harakat degani, ya'ni buqalar harakati, bu tepaga yurishni anglatadi. Buqalar harakati, buqalar kuchda degan, umumiy olganda buqa termini bu bozor yuqoriga yurishi, yuqoriga o'sishi degan harakatni beradi. Bearish harakat, ayiqlar harakati bu pastga yurishini beradi. Ya'ni pastga yurish haqida dalolat beradi. Ya'ni shu termin qo'llaniladi pastga yurishda. Ko'rib turdik mana sell, short, bearish, buy, long, bullish. Pastda mana ko'rib turganimizdek, har bitta MetaTrader platformasida xuddi shunaqa knopkalari bo'ladi. Sell yoki buy. Sell sotib yubormoq, buy sotib olmoq. Mana ko'rib turganimizdek 10.00 bu bizning savdo hajmimiz. Hozir ularni sekin-sekin ko'rib chiqamiz. Valyuta juftliklari mana 8 ta asosiy butunjahon valyutalari bor. Asosiylari, eng ko'p savdo qilinadigan, eng keraklari va umumiy olganda shu 8 ta qatnashtirilib va yana qo'shimcha valyutalar qo'shilib 28 ta valyuta juftliklari kelib chiqadi. Ya'ni bularda основной savdo bo'lib o'tadi. Umumiy asosiy savdo bo'lib o'tadi. Valyuta juftliklarining qisqartma nomlari. Ya'ni ko'pchilik AUD USD, GBP USD, Euro USD deb aytib o'tirishmaydi. Srazu o'zini qisqartma nomlari bor. Kiwi, buy, Swissi, sell deb bir-biri bilan aloqada yoki o'zlari uchun ishlatishadi. Bu ham kerakli, foydali kontent. Keyin valyuta juftliklari. Agar siz yuqori natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, diqqat va e'tiboringizni bir joyga qaratishingiz kerak. Juda ham ko'p valyuta juftliklari, juda ham ko'p paralar bor, juda ham ko'p instrumentlar borda, lekin основной daromadga chiqib, uzoq muddat davomida foydada bo'lib yurish asosiy sirlari va asosiy qonunlardan biri diqqat va e'tiboringizni bir nechtasiga qaratishingiz kerak-da. 10 ta, 15 ta, 28 ta bo'lsa, 28 tasida savdo qilishingiz shart emas. O'zi 2-3 tasini tanlab, strategiyangizga moslab, o'shani o'zida savdo qilsangiz yetadi. Shuni o'zi juda katta natijaga olib chiqadi. Forex kotirovkalari. Mana forex kotirovkalari, valyuta parasini ko'rib chiqdik, to'g'rimi? Ikkita valyuta bir-biri bilan qiymati. Chap tomondagi valyuta bu asosiy valyuta hisoblanadi, ya'ni bir Britaniya pound sterling, ya'ni Buyuk Britaniya pound sterlingi dollarga konvertatsiya qilinganda 1 dollaru 3035 sent bo'lar ekan. Ya'ni 1 dollaru 30 sent. 1 GBP 1.30 sent.
Bu valyutani forex kotirovkasi hisoblanadi. Mana ko'rib turganingizdek, misol uchun mana bu pastdagi nuqtadan chap tomondan long, ya'ni buy olsak, mana bu yergacha chiqyapti, harakatda bo'ladi, yoki short sell olsak, yuqori nuqtadan pastga yurishiga sell olamiz. Bu kotirovkalari. Endi pipsni o'rganib chiqamiz. Pips bu o'zini to'liq nomi, ya'ni расшифровкасы percentage in point. Ikkita valyuta o'rtasidagi o'zgarishlarni hisoblash uchun ishlatiladigan birlik. Bu pips. Misol uchun biz nimadir o'lchasak, santimetrda o'lchaymiz yoki kilogramm, litr o'zini o'lchov birligi bor. Bu valyutalar o'rtasida va forexda ishlatiladigan birlik, bu pips hisoblanadi. Keyin yaxshilab e'tibor beringlar, bir xilga paralada pip deb o'lchaymiz. Misol uchun 1 pip, 2 pip, 3 pip o'lchaymiz. O'sha o'lchaydigan pipimiz nuqtadan keyingi 4-son o'sha 1 pipdan boshlanadi. Nuqtadan keyingi 4-son o'sha 1 pipdan boshlanadi. Misol uchun mana euro USD 1 euro dollarga konvertatsiya qilinganda 1 dollar 10 sent ekan. O'shani o'sha 4-sondan boshlab, ya'ni 5.3.0.1.1 4-sondan boshlab o'sha 1 pip boshlanib ketadi. Hozir bu yerda 5 pip, yana bitta oldinga o'tsak, chap tomonga surilsak 35 pip, yana bitta surilsak 35 pip o'zida qoladi, yana bitta surilsak уже 1000 pip bo'ladi. Shunaqasi davom etadi. Yaponiya yenasi qatnashgan valyutalarda nuqtadan keyingi ikkinchi son уже 1 pip hisoblanadi. Yaponiya yenasi qatnashgan valyutalarda nuqtadan keyingi ikkinchi son уже 1 pip hisoblanadi. Buni ko'rsak bo'ladi mana. Boshqa paralada nuqtadan keyingi 4-son, Yaponiya yenasi qatnashgan paralada nuqtadan keyingi уже 2-son. Bu narsani tillarda ham kuzatishimiz mumkin. Nuqtadan keyin 2-son уже 1 pip. Keyin euro USD ga qaranglar. Euro USD da 1.1035. To'g'rimi? O'sha 35 pip bitta oldinga o'tdi, 35 pip. Shuni 35 pip yoki pips deb aytsanglar ham bo'ladi. Yoki bo'lmasam 35 emas, 3 punkt deb aytsanglar bo'ladi. Ya'ni misol uchun 1 santimetrda 10 millimetr bor. Shunaqasi ketadi-yu, bizda ham 10 pip 1 punktga teng. 10 pips 1 punktga teng. Va bir xilga paralada o'sha nuqtadan keyin yana bitta son bo'ladi, u pipito bo'ladi. Hozir uni ko'rib chiqamiz. Va yana pastda primerlar bor. Euro USD yashil strelkani ko'ryapmiz. Buyga sotyapmiz va bozor 10.35 dan 10.40 gacha yurdi. Ya'ni 5 pip o'sdi. 5 pip foyda berdi. 5 pip o'sdi. Yana euro USD 1.1035 dan sellga kirdik, ya'ni sell bitimini ochdik pastga tushish uchun va bozor 1.1005 gacha narxgacha yurib bordi va 30 pip quladi. 30 pip pastga tushdi, ya'ni 30 pip foyda oldik. Shuni 30 pip desak ham yoki 30 pip desak ham bo'ladi, yoki bo'lmasam 3 punkt deb aytsak ham bo'ladi, chunki 10 lik bor bu yerda. Keyin GBP JPY parasida 140.90 narxidan buy oldik, ya'ni yuqoriga, va narx 141.05 ga o'sdi va 15 pip foydada bo'ldi, ya'ni 15 pip harakat qildi. Buni biz 15 pip yoki 15 pip desak ham bo'ladi, yoki bo'lmasam 10 punkt, 15 punkt shunaqasi etsak ham bo'ladi. Hali hisoblashlarni real grafikda ko'rib chiqamiz. Keyin pipito aytganimizdek, pipito mikro pips hisoblanadi. Valyuta juftliklari orasidagi eng oxirgi son birligi. Bir xilga paralada, ya'ni ko'p paralada kuzatamiz. O'sha nuqtadan keyin 4-sondan keyin yana sonlar bo'lishi mumkin. Yana qo'shimcha nimadirlari bo'ladi. Bir xilga brokerlarda o'zi xuddi shu ko'rinishda kichkina qilib tepaga chiqarib beradi. Oxirgi son o'sha pipito hisoblanadi. Uni o'qish zarur emas, talab qilinmaydi, shart emas. Chunki ular hali siz savdo ochganingiz o'zida brokerlaringiz o'zi hisoblab beradi. Bu ham rol o'ynaydi, lekin kichkina hisoblanadi pipito. Uni katta ahamiyatga ega emas. Xo'p, endi biz umumiy bir takrorlab o'tamiz. Asosiy 8 ta major valyutalar bor. Endi asosiy valyutalar hisoblanadi shular: USD, Euro, JPY, GBP, CAD, CHF, AUD, NZD. NZD desam ham bo'ladi. Yakka valyutalarning hech qanday qiymati mavjud emas. 28 ta valyuta juftliklari mavjud. Bizga kerakli 3 ta 4 tasiga diqqat qilishi o'zi bizga yetadi. Buy sotib olish, buqala harakati, sell sotib yuborish, ayiqla harakati.
Pips ikkita valyuta o'rtasidagi o'zgarishlarni hisoblash uchun ishlatiladigan birlik. Pip nuqtadan keyingi to'rtinchi son 1 pip barobar nuqtadan keyingi to'rtinchi son. Yapon yenasi qatnashgan valyutalarda nuqtadan keyingi ikkinchi son 1 pip hisoblanadi. 0.001 o'sha ikkinchi son 1 pip hisoblanadi. Pipito mikropips valyuta juftliklari orasidagi eng oxirgi son birligi, bu pipito hisoblanadi. Siz pipslar va ularni hisoblashni yaxshilab o'rganishingiz zarur. Bu risk menejment bo'limida siz uchun kerak bo'ladi. Hammaga rahmat. Tushunmagan joylar bo'lsa yana qayta ko'rib chiqinglar. Biz yana live'da savolinglarni bersanglar bo'ladi. Yana ko'rib